Zilola endigina 23 yoshda edi. Yuzida go'zallik, yuragida esa sokinlik yashardi. Erining ismi Behruz edi. Ular to'y qilishganiga 2 yil bo'lgan, ammo so'nggi 7 oy ichida eri Rossiyada, Moskva shahrida ishlab yurardi. Zilola bu vaqt mobaynida qaynotasi Nurali bilan bir hovlida yashardi. Nurali aka 49 yoshda, salobatli, kamgap odam edi. Ayolining vafotidan beri yuragi bombosh edi. Oqli Rossiyaga ketganidan keyin esa Zilola bilan har kuni ko'rishib, bir hovlida yolg'izlikni baham ko'rib yashay boshladilar. Dastlab bu oddiy bir qaynota va kelin munosabati edi, hurmat, ehtirom, masofa. Ammo vaqt o'tgan sayin bu masofa qisqarib bordi. O'tgan oyning oxirlarida Zilola shamollab, harorat bilan yotib qoldi. Nurali aka unga ozi damlamalar olib keldi, choy damladi, isinish uchun qo'shimcha adyol topib berdi. Ularning ko'zlari har safar to'qnashganda, bir lahza, ammo chuqur nigohda narsa borligini his etardilar. Bir kuni ertalab Zilola bog'da gullarni sugarayotganda, yengidan pastga siljigan ko'ylagi qaynotaning nigohini tortdi. Nurali o'zini chetga oldi, lekin yuragi birinchi marta boshqacha urayotganini bildi. Zilola esa bilmasdi, bu erkak unga faqat qaynota emas, balki o'zga ko'z bilan qaray boshlaganini. Yomg'irli tun edi. Elektr o'chib qolgandi. Zilola sham yoqib, oshxonada choy damlab o'tirgan paytda Nurali kelib, "Qorong'ilikdan qo'rqmayapsanmi?" dedi sekin. "Yolg'izlikdan emas, jimjitlikdan qo'rqaman, dadajon", dedi Zilola. Bu so'zlar nimadirni buzdi. Ular ilk bor shunchalik yaqin turardiki, hatto sham nuri ham ularning kolgasini bitta qilib qo'ygandi. Bir lahza jimlik va keyin qaynota Zilolaning yuzidan asta silab o'tdi. Zilola esa ko'zlarini yumdi. Bu qarshilik emas edi. Bu ruhiy boshliq edi. O'sha tunda ular birga bo'lishdi. Yotoqda emas, sukutda, ichki boshliqda, yolg'izlikni baham ko'rgan yuraklarda. Oradan kunlar o'tdi. Bu yaqinlik bir martalik emas edi. Ular har safar bir-biridan uzoqlashmoqchi bo'lishsa-da, yuraklar o'z yo'lini tanlardi. Zilola o'zini yomon his qilardi. U har kecha yig'lardi, lekin ertasi kuni yana qaynotasining qo'liga qarar, yuragidagi ehtirosdan qutula olmasdi. "Bu noto'g'ri", derdi u. "Men bilaman, qizim", derdi Nurali. "Ammo yurak menga bo'ysunmayapti". Ular har tong birga uyg'onmasdi, ammo har kecha yuraklar birga uxlar edi. Bir kuni Zilola har doimgidan boshqacha o'zini yomon his qildi. Navsiya, bosh aylanish, to'satdan issiqlik. Kasalxonada unga aytishdi: "Tabriklaymiz, homiladormiz". U o'sha joyda hushini yo'qotdi. Yuragida bir so'z jiringladi, endi bu sir yashirin qolmaydi. U uyga kelib Nurali akaga aytdi: "Men homiladorman. Behruzdan emas". Nurali shokda edi. Uning yuzidagi qon qochdi. U o'tirib qoldi, boshini kaftiga olib. "Men senga orqadosh bo'ldim, Zilola. Senga emas, o'g'limga xiyonat qildim". Ammo Zilola jim edi. Chunki u sevgini his qilardi. Bu sevgi noto'g'ri, ammo chin edi. Ko'p o'tmay Behruz Rossiyadan kutilmaganda qaytdi. Onasi unga hamma shubhalarni aytib bo'lgan edi. Zilolaning qorni biroz bilinardi. Behruz ko'zlarida nafrat bilan uyga kirdi. Otasiga qarab: "Otam degan odam. Sizmi bu ishni qilgan?" "Nurali, menga nafrat qil, o'g'lim. Men ham o'zimni kechirolmayapman. Ammo Zilolani ayblama, u yolg'iz edi, men yolg'iz edim. Biz ikkovimiz ehtiyojga yutildik". Behruz bu gaplarga chidolmadi. U sumkasini olib yana chiqib ketdi. Bu safar boshqa qaytmaslikka. Oylardan so'ng Zilola sog'lom, ko'zlari porlagan bir qizaloqni dunyoga keltirdi. Unga Umida deb ism qo'ydi. Nurali hovlida yolg'iz qizchasini quchoqlab o'tirar, yuragidagi gunohini har kuni ko'z yosh bilan yuvar edi. Zilola esa hech kimning oldida bosh ko'tarmasdi. Ammo yuragida bir narsa bor edi. U bu bolani mehr bilan, sevgi bilan, hatto gunoh bilan bo'lsa ham dunyoga keltirdi. Zilola bola tugilgach uyda yana yolg'iz qoldi. Behruz qaytmagan edi.
U telefoniga javob bermas, na bir xat, na bir xabar yuborardi. Kichkina Umida har kuni ko'krak so'rar, Zilola esa uni bagriga bosib, "Sen begunohsan" deb pichirlardi. Ko'chada esa odamlarning ko'zlari uni quvib yurardi. Hech kim bir ogiz aytmasa-da, ularning nigohi ayblar edi. Zilola ayniqsa bir sozdan qo'rqardi, fahsha. Chunki bu sozni u har kuni nigohlarda ko'rardi. Nurali har tong bedor uyg'onardi. Qizchani yaxshi ko'rar, unga shirinliklar olib kelar, har kuni bog'da sayr qildirardi. Ammo bu mehr jazoga aylangandi. U har kecha ayolining surati oldida o'tirib, unga shunday deydi: "Meni kechir, Mahbuba. Men senga va o'g'limga xiyonat qildim. Lekin men ham insonman. Yolg'izligim meni oldirardi." U olim haqida o'ylay boshladi. Ammo Umidaning quvnoq kulgisi, Zilolaning jim yuragi uni yana hayotga qaytarardi. Shunday og'riqli ikki olam orasidagi hayotda 4 oy o'tgach, Behruz kutilmaganda qaytib keldi. Hovlida Zilola qizchasiga ovqat tayyorlab yurgan edi. Behruz eshikdan kirdi. Zilola qotib qoldi. Qizcha esa hech narsani tushunmay otasiga qarab kulimsiradi. "Bu meniki emas", deya baqirdi Behruz. "Bu otamdan." Zilola faqat yiglardi. Uning ko'zlarida "Menga ham qarshi chiqmang, men ham qurbonman" degan chaqiriq bor edi. Ammo Behruz ko'rmasdi, faqat nafrat bilan yashardi. U otasiga qarab: "Siz men uchun olmadingiz, siz men uchun yo'qsiz endi." Va ortga qayrilmasdan chiqib ketdi. Behruz uydan butunlay ketdi. Hovli jimjimador, ammo gamgin edi. Zilola qizchani katta qilar, har kuni duoda bitta so'zni takrorlardi: "Kechiring." Nurali esa endi yuragini shunchaki qizchasiga adashgan mehr bilan emas, chin dard bilan to'ldirar edi. U har oqshom Zilolaga bir piyola choy quyib eshikka qarab: "Balki bir kun o'g'lim meni tushunar deb umid qilaman." Ammo kunlar, oylar o'tdi. Behruzdan darak yo'q edi. Umida 3 yoshga to'lganida u savol berishni boshladi: "Dada qani?" Zilola javobsiz qolar, ko'zlari yaltirar edi. Qizini bagriga olib: "Sening dading uzoqda, bolam." Umida esa: "Menga dada kerak emas. Men faqat sizni yaxshi ko'raman." Bu so'zlar Zilolani titratib yubordi. Endi u hayotdagi yagona maqsadini aniq his qilardi: bu qizchani hech qanday soya tushmagan mehr bilan katta qilish. Oradan 5 yil o'tdi. Bir kuni hovliga bir mashina to'xtadi. Undan tushgan odam Behruz edi. U sochlari oqarib, yuzida charchoq bilan keldi. U Umidaga qarab: "Isming nima, qizaloq?" "Umida", dedi qizcha. "Sizni tanimayman." Behruz yuragini ushlab o'tirib qoldi. Zilolaga qarab: "Men bilaman, vaqt meni unutishga majbur qildi. Lekin yurak doimo sizni so'radi. Balki siz emas, qizimni." Zilola jim edi. U endi yiglamasdi. Ichida faqat sokinlik va taqdirga bo'ysunish bor edi. Nurali hovlidan chiqdi. O'g'li bilan ko'z-ko'zga qaradi. "Kechirasanmi?" dedi u titrab. Behruz bir ogiz gap aytdi. "60 ni emas, ammo qizimni kechiktirmayman. Men uni tanimoqchiman." Zilola, Nurali, Behruz va Umida 4 yurak, 4 xil og'riq. Ular endi bir hovlida yashashmadi. Behruz boshqa uyga ko'chdi, ammo har kuni Umidani ko'rish uchun kelardi. Nurali esa sog'ligi yomonlashib 1 yil ichida vafot etdi. Oxirgi so'zlari: "Men noto'g'ri ish qildim, ammo yuragim yolg'on sevgan emasdi." Zilola esa hali ham hijolat, ammo sokin yuz bilan yashardi. U 60 ni unutmadi, ammo jazoni har kuni yelkasida olib yurdi.